Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Katta ishqibozlar, navbatdagi katalimiz Zota Kuba 50 kilovatli katal bo'ldi. Nastroykalarni qilib berishga keldik. Katalimiz mana dam olib ishlash jarayonladi. Mana shunday holatda dam olib turibdi katalimiz hozir. Yo, sistemalarni qilgan ekanlar, nastroykasini qilib berdik. İşlashlari zo'r, xudo xolasa mana o'zi zapusk berib ishlab ketyapti. Angrenka borda ishlayapti katalimiz. Qiziqqanlar uchun. Hozir qozoq ko'mir tashatdik, angrenda ham yaxshi effekt beryapti. Mana holatda teplarmanglar. Ishlashi 77 gradusga chiqqan, 80 ga qo'yilgan. Hozir kamroq tochka ishlatayotganlarning sababi tezroq isib dam olyapti katal. Taklif qilib qolamiz hammaga shunaqa Zavodskiy Zota firmasining katallarini.